Yana qo'ygandan keyin bitta barmoq, bitta qo'lni o'zida mana. Mana bu bitta barmoqda shuni bosib qo'yasiz bo'ldi. Stopper mana. Mana. Sizda ham mana shu zatirdan bormi? Mana shu zatir bir paytlar tushib ketib sinib qolgan. O'zi asli tochka sepish uchun juda ham zo'r zatir. Arzon emas, firmasi qimmat. 250 ming yo 280 ming atrofida olganman. Juda zo'r separadi. Lekin bunga sabab nima bo'lgan? Pulzatorni ishlatib qayerlargadir suyab qo'yardim-da. Suyab qo'yardim yoki sinfimlarda mixlarga ham qo'yib turib o'sha yerga ilib qo'yardim. Shogirdlar yoki o'zim xatoyim bo'ylab, men bu sepib bo'lgan narsani u yoq bu yoqqa olganda shlankani yezib olish yoki tepib yuborish, shunga o'xshash holatlarda tutib ketishlarda sinib qolardi. Shundan keyin men bu narsani qilib qo'ydim. Qarang, ezasizmi, tepasizmi, hech qayerga ketmaydi. Bu siz uchun juda ham qiziqmi? Ko'ryapsizmi, yechimni olasiz va mana buni quyish jarayoni ham juda ham qulay. Nima uchun? Chunki quyadigan paytingizda ba'zida me'yorni o'zingiz qaytara olmay qolsangiz, to'lib toshib ketadi. Mana shuni yasamasdan oldin mana ko'rib turganingizdek hamma yo'llar to'lib toshib ketgan. Mana endi qo'yayotgan paytingizda mana bunda qo'yapsiz, o'zi yetib kelib qolib, sразу qaytaraverasiz. Va mana bu narsani ham to'kilib ketadi, tutib boraman, tushib ketadi degan narsa bo'lmaydi. Bu ham o'zini o'zi ushlab turaveradi mana. Oxirigacha bosasiz, ko'tarasiz, bosasiz, ko'tarasiz. Ular shunday sep olib yeb turib yana bunday qilasizda mana. Ham bosib qo'yasiz. Mana tormoz. Hozir yaqinroqda ko'rsataman, qarab turing. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Qarang. Qo'yayotgan paytda mana aklashga hech qayerga tushib ketmaydi. Tamam, bu eng qizig'i mana. Mana bu yerda stopper bor. Ya'ni tormoz. Buni ushlab turadi, u yoqqa ketmasligi uchun. Mana pasti ham muhim. Chunki bu mana bo'lmasa bu baqa ketib qoladi, tushib ketadi. Mana oladiganini mana bunday ochasiz bitta barmoqda. Shuni olasiz mana. Sepib yana qo'ygandan keyin bitta barmoq, bitta qo'lni o'zida mana. Mana bu bitta barmoqda shuni bosib qo'yasiz bo'ldi. Stopper mana. Mana. Nima qilsangiz ham shlankani tepasizmi, urasizmi, boshqa qilasizmi? Shogirdlarga achchiq qilasizmi farqi yo'q. Lekin bu tushib ketmaydi. Pulzatoringizni ham saqlaydi va ichidagi kraska, lakmi nima bo'lsa ham isrofgarchiligini saqlaydi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ko'rib turib mana yasab olinglar. Juda ham ajoyib narsa. Yasalishini ham men video qilib qo'yganman, faqat u video uzoqroq bo'lgani uchun u paytda mana bu narsa yo'q edi. Keyinchalik qo'shdim bu narsani. Mana. Pulzator tumshug'iga moslama. Chiqa oldiga yoki orqaga yonboshlarga yurmasligi uchun. Foydali narsalardan qo'yib turamiz. Kuzatib turing, like bosing, bizga obuna bo'lib qo'ying.